saklaydı hamon qara jinim biz tushgan surat nimalarga ko'nmaydi inson yuragida yansa muhabbat baxtimizni so'zlaydi hamon qara jinim biz tushgan surat taşlasan qadam chin muhabbat aqidang bilan dilxonamga taşlasan qadam tushundirma hech kimga jinim mening uchun yongan dilimni bu taqdirning sinoqlaridan tang o'tayli bergin kolumni tushundirma hech kimga gülüm mening uchun yongan dilimni bu taqdirining sinoqlaridan tang o'tayli bergin qo'limni taşlasan qadam chin muhabbat aqidang bilan dilxonamga tashlasan qadam chin muhabbat aqidang bilan dilxonamga tashlasan qadam dilxonamga tashlasan qadam Başqalardan sizning şirketingizni texnik kengaytib, cho'ng bir ish qilish planingizni borligini bilib, sizlar hamkorlashgan ekan. Bu şirketimning materiali. Ko'rib boqing. Ko'rishning hojati yo'q. Murat efendi. Sizning nom sharfingizni men burundan anglagan. Qilgan ishlarimning tili ochiq. Bu yoq Murat efendi bo'ladi. Biz yil tanıştık. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Biz tanışımız bo'ladi. Siz meni xato tanib qolgan bo'lishingiz mumkin. Bu yoq mening ayolim Sanem bo'ladi. Bizning uyning xo'jayini. Ne bilan deb yursiz bo'ladi. Sanem o'tir. Sanem yaqin qaytib keldi taqa. Bak yaxshi bo'ldi. Bir oila kishilari jam bo'libsizlar. Sizlar o'tiraveringlar. Mening asraq ishim bor. O'tiring Sanem. Bugun yer boshqarish idorasiga berib maktab saladigan joyning yer xaritasini ekanmoqchi edim. Shuning uchun sizlar rastdan paranjib o'tiraveringlar. Nima? Maktab saladigan joy. Shundoq. Sanem o'zi tug'ilib o'sgan yurtiga bir maktab saladigan ishni uzundan beri planlab kelyotgandi. Hozir siyosatimiz shunda yaxshi bo'lib ketdi. Biz korxonchilarmo o'zimizning qaddini roslab oldik. Shunga topgan pullarimizni mushunda ahamiyatli ishlarga ishlataylik deyapmiz. Muvaffaq ko'rsanglar. Bu planinglarga meni katib olgan bo'lsa. Bu mening ism kartochkam bo'ladi. Telefoningizni kutaman.
Biz şirketkiler bilen muzakirleşip, onundan keyin sizge bir cevabını bereylik. Qanday? Bo'pti. Bu asli mundaq gapganda qizim. Bu gapni Nadiradan anglab, qo'qqinimdan jinim chiketkil tasli qoldi. Og'rib ketdim degan qizim. Dastlabda men sizga o'xshash qo'rqib ketgandim-da. Haqiqiy ahvoldan xabar tepib, ko'nglim ondan joyiga tushgandi. Nimishqa balduroq shuni Nadiraga demagansiz? Men ne chiqdim deydab uringandim. Lekin Nadirani nimishqa illardan shundoq gumon qilsa, nimishqa diliga azor bersa deb ranjib qolamdikin deb ansirdim-da. Axırda bu ishlarning bundoq bo'lib ketishini kimmi bilsin? Mening dadam yashinib qoldi Efkan. Uning yurak kesilimi ig'ir. Shunga parakanchiliklarni ko'tarolmaydi. Bo'pmi kichik o'g'ilning turmushdagi ko'ngilsizliklarni. Gapim tushunishlik bo'ldi-ku deyman. Men qarang. Yildarmi men bilan bishliq chiroyli paranglashgan bo'lsa, bu ishlar allaqachon oydinlashgan bo'ladi. Yildar bilan nabi tug'ilganini to'yg'izib yutaman deb bek zitim o'taydi da. Qiz yigitlar o'tirsa ham normal parang bo'lmamda. Qani, davomlashtir Efkan. Nadira bilan so'zlashdingda u ikkisi zitim o'tiga g'ururim tegadigan gaplarni qilib meni texnik tavillashtiribdi. Shunga men bu og'zim kelgan gaplarni deb ulardan o'sh oldim. Rost gapni qilsam, Nadira menga Eldar bilan to'y qilmoqchi bo'lganini to'ydan burun degan bo'lsa, men ularga bunda o'shlik qilmagan bo'lardi. Rost. Bu ishlarmi bundan murakkab bo'lib ketmaydi. Eng qisqasi ikkimiz bu yerda bundoq paranglashib o'tirib yurmaydik. U meni oldida. Mening hissiyotimni o'ylashib boq. Ashyan foningizga suratlarni balduroq yuvib etgan bo'lsangiz, mush ko'ngilsizliklarmi yo'q deya qizim. Men bu ishga bek sal qarabdim. Bu ko'ngilsizliklarning hammasiga mening parvosizligim sababchi bo'ldi. Men xuddi Nadira bilan Ildarga qasddan ziyonkashlik qilgandek his qilib, Sizmi bu ikkisining o'ttirsidagi ishni oydinlashtirman deb oz palaxshidingizmi? Hergiz unda deb o'zingizni ayblayvermang. o'zim buzgan ishni o'zim o'ngishimsam bo'lmaydi-da. Mayra. Ashu Gulnaz degan qiz bilan Rifat degan balani topqil bo'larmi qizim? Qanday deysiz? Agar topqil bo'lsa, mush uygil akasingiz Nadiram sal turib keldi. Ha, tushundim. To'g'ri deysiz. Bu Nadira ashlarning o'ttirsiz ko'ngilsizlikni ham yaqinda to'y qilganini bir o'z og'zi bilan og'insin. Balli. Men Nadiraning mijozini obdan bilaman. Mushunda bo'lganda Nadiraning ko'nglidagi tugun yeshildi. Uning shu chaqda qilgani xato Efkan. Nadiraning to'y ishini sendan yo'shog'anligiga biz hammamiz xafa bo'ldik. Umi qattiq pushaymon qildi. Hozir oldimizdagi reallikda Nadira bir balaning opasi, bir oilaning tarbiyachisi, bir erning ayoli. Beshingni silkib atgan. Apo'challiqmi bir xil ism fazilat. Sen bilan biz o'g'il bola. Qanday dedim? Rastga qilsam, siz bilan paranglashib bizga ko'nglim ichilib qoldi. Men bilmayman, o'zimning qilganlarimni xatoligini obdan bilmayman. Lekin ash Nadiraga yog'onchilikning, dunyo xumorligining ochiq ta'mini bir tetib qo'yay deb shunday qilgandim. Endi o'ylab boqsam, ahmoqona ishlarni qilib yuribdim. Hammanglardan kechirim so'rayman. Gel. Yolg'on gap.
Mayraning shu gapiga ishinib yurdingmi apa? O'zini aqlash ham Eldarning gunohini yushirish uchun o'ynayotgan o'yin bu. Mayraning artist ekanligini unutib qolgan o'xshamamsan? To'l bildirlama. Artist o'sning bo'pti, ha? Artist degancha o'yin qo'yib, qaymoqtirdi odamni. O'zingning do'stini qarlama Nadira. Shu tapda Mayra nima qo'ydi, sen nima qo'yding, ha? U mening vafodor do'stim bo'lsa, yanfindagi yilqi ko'rinishni mendan yushiramdi. U degan yolg'onchi qizingni oldi-de. Voy, faqat sening rost. Sening oldingda menmi, Mahirami, yo'ldoshing Ildarmi hammamiz yolg'onchi, shundaymi? Va dunyodagi haqiqatning hammasi sening qo'lingda, ha? Unda o'z nimishqa bayatdan Osmon bilan tug'ningni menga demiding, ha? Voy, men uning bilan turmadim apa, uchrab qoldi shu. Menga ajab uchrab qolmaydi-ku, u joy demak. Sen uchurmisiz meni so'roqda atamda? To'g'ri gapni shaqlatmay javob bera. Voy, apa, u meni ko'rib, eg'iz ochay deb turishiga Eldar bilan Mayra kep qoldi shu. Shunda chaqda u tuhmatxo'rdan oqimni o'lib ketsan bo'lmamda, ha? Qo'sqimda og'riq yo'q. Shuni tavuz yeyishdan qo'rqmayman. Ildarningmi qo'sqida og'riq yo'q ekan. Bichar kuyog'lim haqiqiy ahvolni sana tushundirman deb burmuncha xafalık tortibdi. Meni yana oldam qaltisiga tushirman deb yurgandi o qachon. Jo'ydimi? Hay. Ildar degan sening iring, uqdingmi? Ha? Sen bilan burun so'zlashgan. Kayni sizlarga askilik qilgan birisi bilan mungdishib tursang, xapamay qanday qiladi, ha? Gumonlanmay qanday qiladi? Ya yo'qolmadi Osmon degan u bir nima. Ajrashmay. Osmon degan o to'kmatxo'rning teppagiga bosh og'riqidan qutulolmaydi o'xshayman. Nima dedi? Og'zin ustma Nadira. Hamma qig'liqni o'zing qilib, boj to'qnoq balani eringga dongab qo'yamsan, ha? Rost deysan, apa. Hammalarning oldida men gunohkor. Mening qilgan atganlarim xato. Hammasi xato. Sizlarning to'g'ri, men xato, men eski, men vafosiz. Ha? Bo'ldi dedi. Men Nadira bilan uy tutmayman. Osman bilan ko'chada birga turg'unni ko'rib, Nadiradan bundoq gumonlansan qandoq bo'ladi bolam? Bu gumon emasdi, bu paket. Uning Osman bilan yushirinch ko'rishib yurgani men qilgan eng cho'ng haqoratidir. Ularning nima deganini anglamagansan bolam? Qiziqqansida. Yushirinch ko'rishib yurgan odam menga oltib qilamdi. Bularni nereden bilding? Yeri dedim-ku, o'z ko'zim bilan ko'rdim deb. Hey bala, qachonmi cho'ng bo'lasiz? Ularning birga tug'unni ko'riblar. Ularni yoshirinch uchirishibdi desam, anglag'anlik kulmandi bolam. Ko'zdimda. Har kimning derdi o'zi bildi. Bu xalqlarning kulgisini qo'rqib vijdonsizlik qilmayman. Men seni vijdonsizlik qilsin da'vatqinim yo'q. Eg'ir bisiq bo'l, aldiraqsanlik qilma da'vatman. Maylimni chiq eg'irlik qildim dedi. O'ylab baqa sizlarni oz xap qildimmi? Men uning oz yo'l qo'ydimmi? Lekin u bilmadi dedi. U men bilan uy tutishni ham xiyol qilmasin. Bo'ldi. Ko'ngli hamani so'rayverma. O'g'il bo'l degan apuchan. Ko'ngli qani cho'ng bo'ladi. Ayib kimda yo'q? Er xotin degan bir-birisining ko'klisiga chin eslab olsa, uy buziladi bola. Lekin kam qo'saqlikni cheki bo'lib oldi. Apuchanlikni ojizlik deb o'ylab qoldi u. Apam ikkimiz kelinning
naşayan işlerini kömüdük bala. Sizlar onunğa çapan yipib, yaman ütüp qo'ydinglar. Şunu menim yumşaq baş deb ko'zi ilmadılar. Bu geping tazi qamlashmadi balam. Apang ikkimiz sizlarni baxtli bo'lsa ekan deymiz. Bizda boshqa niyat yo'q. Qaraganda hozir ayolingni sen xato tushunib qolganda qilasan. Oğlumga da beşini o'ngshab qo'yayli deb har kuni beshimni og'irtyapti. O'ldirmanglar apa. Oldi bilan shirkatning ishlarini obdarab yo'lga solib olay. Unda o'ylasammi kechikmayman ku. Undaq dema balam. Lavzimizni yerda qo'yma. U bizning majburiyatimiz. Şirketlik ishlaringga to'y taqashmaydi. Obdan kelindin uyga kirib olsaq, ishlaring texim ilgir bosidi balam. Shu menga hozir apa. Obdan kelin bo'lganda qizlar taqib uchurmadi. Shu menga besim ishlatmasanglar. Vaqti kelganda sizlar to'xtab tursanlarmi unimay, oldinglarga yaxshi kelindim bilan kelma. Qandaq? Sana ishi nima jinim balam? Mening beshimda hozir shirkatdan o'z kasbimdan bilak hech nima yo'q apa. Shu menga ozroq vaqt bersanglar. Qandaq dedim? Lekin dadam ikkimizning orzusi balduroq to'yingni qilib, turmushlik qilish balam. Sizlarda qarib ketmadinglar-ku. Oldirmasanglarmi bo'ldi? Yo'q jinim balam, unda bo'lamdigan. Qo'lim qo'shnilarning navlarini ko'rsak, masligimiz kelib qarab qolamiz. Navrning o'ti bek yomon bo'ldiga o'xshaydi. Oldirmanglar apa. Navrlikmi, chavirlikmi bo'la olasizlar. Hamma ishning vaqt soati bo'ldi. Meningmi yaxshi kelindim meni boshlab akilib, sizlarning holinglardan texmi yaxshi xabar olish orzuim bor apa. Jinim balam, lekin bu sabab po'sti verib, bizni bek titit qilma. Ma'qulmi? Ma'qul jinim apa. Xotirjam bo'l, ha? Sen derhal berip Nadire'ni izle. Onundan kechirim sorgin. Yo'q, dadam meni so'rab apasam kechirim so'ramayman. Hey bala, ayolim bana sadık emasken deb onunla xato hüküm qilsan, sen mi xuddi şu töhmetkarlarga o'xshab qolmamsan? Bu nima deganing dada? Haq bilan bir tug'ni ko'z haq nima deydi? Men ko'zimni chim yumib yishtim ko'mgan bo'lsam, onni uni to'kma chapilmagan bo'lganman-da dada. Ularning qanday uchrashib qolganligini sen mi bilmaysan? Men mi bilmayman? Şuna sen Nadire'ni tepip bununla tuzurek paranlaşıp bazen afallarını yaxşı inaklimsan olmaydı. Haqning nima deyish bilan karını ben. Öyle sizlarga haq tutib bermaydi. Ailanglarning inoq, baxtli bo'lishi ikkinglarga bog'liq. Undaq bulmaslık gerekti o! Mening baxtli oilam mushunda zo'rlab ketandi. Siz zat nima ish qilmoqchi Murat? Polatqa sizni taniydiganligimni devassam, so'zimni bo'lib etibla meni tanimaydigan qiyofatga kirib oldingiz.
Sizning o halingizni ko'rib, nima ish qilishimni bilolmay qoldim. Bu qanday gap? Sizning ishxonaga tuyuqsiz kirib kelishingizni men faqat o'ylamabdim. Mening bunda qilishimmi yana sizni oyog'ini seni. Bu nima deganingiz Murat? Uzundan beri sizni Po'latga tanishtirib yurman deb yurganimni bilasiz-ku. Lekin faqat fursat bo'lmadi. Aslida ikkimizning tanishadiganligini Po'lat bilgan bo'lsa pek yaxshi bo'lardi. Bo'lmaydi. Nemishga? Bo'lmaydi sana. Biz er kishilar biraz shaxsiyatchi kelamiz.